Bu altın balık özü birinchi O'zbekistondan chiqqan ekan. Hop. Yangi yo'lli bir otaxon Toshmo'riyaga yo'l oldi. Baliq tutmoqchi bo'lib, qarmoqni suvga soldi. Chunki baliq ovlasa ketar ekan g'am dardi. Bir vaqt bo'ka qimirlab, shart qarmoqni ko'tardi. Qarmoqqa oddiy emas, oltin baliq ilindi. Ota, tilagingizni tilang deb yalindi. Otaxon quloq solmay oltin baliq gapiga, sho'rlikni shartta ushlab tiqdi holta qopiga. Zorlanadi baliqcha ne qilishni bilmasdan, xaltani ichida ham yalinadi tinmasdan. Ota deb sho'rlik o'zin urar har tomon. Tilagingizni bajarayin otaxon. Sizda velosiped ham yo'qligini bilaman. Xohlasangiz Nexia yo Cobalt sovg'a qilaman. Faqat meni qo'yib yuboring. Ketay uyim dengizga. İstesangiz yosh kampir top beraman sizga. Otaxon quloq solmay oltin baliq so'ziga, maza qilib yeyman deb so'zlab ketar o'ziga. Uyga yetib keldi-yu, pichoqni qo'lga oldi. Uni ko'rib baliqcha yalinib dodvoy soldi. Ota, o'ldirma meni deb to'kar ko'z yoshini, ammo otaxon shartta kesdi uni boshini. Qornini yorgan edi, suyagi ham zar ekan. Afsus ota sho'rlikni quloqlari kar ekan. Bilmabdi u tilagini bajaraman deganda, chunki baliqni gapini eshitmagan ekanda. Omad berar Xudoyim. Ixlos bilan kutsangiz, gapiga quloq soling, agar baliq tutsangiz. Rahmat.